Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga qish mavsumi uchun baqlajonli ikra tayyorlashni o'rganamiz. Shu reseptni bo'lishmoqchiman sizlar bilan. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Qozonimiz tagini yoqib oldik. Endi yog' quyamiz. Reseptni video tagida qoldiraman. Piyozlarimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Mana piyozlarimiz qizarib chiqdi. Endi qizil bolgarskilarni solamiz. Bolgarskilarimiz kubik shaklda to'ralgan. Piyozni, bolgarskilarni ham kubik shaklda qilib to'raymiz. Ko'k bolgarski qo'shamiz. Ko'k bolgarskilarni ham kubik shaklda qilib to'ralgan. Endi bularni yaxshilab aralashtiramiz, yaxshilab qovurib olamiz. Endi 3 bosh chesnok soldim. Chesnoklarni ham yaxshilab qovurib olamiz. Maydalab to'rab. Endi baqlajonlarimizni 2 osh qoshiq tuz solib, suvga bo'ktirib qo'yamiz. 1 soatga qo'yamiz. Ichidagi qora suvlari chiqib ketadi. Mana suv solib oldik. Endi buni 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana bolgarskilarimiz ham qovurilib oldi. Endi bularga pomidorimizni solamiz. Mana endi qaynab chiqyapti. Yaxshilab aralashtirib 10-15 minut qaynatamiz. Mana qaynab chiqdi. Baqlajonlarimizni yaxshilab siqib olamiz. Muzdek suvga bir chayib, endi bo'lsam qozonimizga solamiz. Olovni tagini baland qilib yoqib, endi qaynatishni davom etkazamiz. Mana qaynab chiqyapti. Mana qaynab chiqdi. 3-4 osh qoshiq tuz soldim. Shakar solamiz 3-4 qoshiq. Endi ko'katlarimizni solamiz. 2 bog' gashnich, 2 bog' ukrop soldim. Endi yaxshilab aralashtirib, yana qaynatishni davom etkazamiz. Men ikralarni kamida 2-3 soat qaynatdim. Mana qaynab chiqqandan keyin 3 ta qalampirni maydalab to'rab soldim. Bulg'or qalampirdan foydalandim. Mana tayyor bo'ldi. Qaynab chiqdi 2-3 soatda. Endi bankalarimizni, sterlingan bankalarimizni olib, bankalarga joylay boshlaymiz. Bankalarimiz sterlinlangan. Ana endi bankalarimizni og'zini berkitib olamiz.
Mana ikramiz ham tayyor bo'ldi. Qish mavsumi uchun juda ham mazali, juda ham shirin bo'lib chiqadi. Sizlar ham shu retseptni tayyorlab ko'rishlaringiz mumkin. Kanalim yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.